O'zi oldin KAMAZchi bo'lib ishlagan va KAMAZini sotib bizani o'qishga kelgan Javohir bilan tanishinglar. O'zini noldan biznesini boshlab, qancha pul ishladingiz? 20 million 980 ming daromad qildim. 12 million 590 ming sof foyda qildim. Mana bu hisobot ko'rsating bitta hisobotni. Bu hisobot biroz biz tekshiramizda. Xo'p, nima sotdingiz? Erkak ayollar kiyimlarini sotdim. Onlayn. Onlayn. Noldan Instagramda. Nimani evaziga shu natijaga chiqdingiz? Kursdami yo nima yordam berdi kursda? Shu o'qishga kelib turib olgan bilimlarimni hammasi yordam berdi. Shu natijaga chiqishimga. Bitta eng nima ishlagan zo'r instrument. Yordam bergan bitta. Ha, boshida 120 ta SMS kelgan, bitta odamga ham sota olmaganman. Sababi sotuv strategiyasini bilmaganman, bilimim bo'lmagan u narsaga. Sotuvni o'rgandingiz. Sotuv o'rgandim. Zo'r. Nimaga menga ishondingiz? Bozorda ko'p-ku boshqa o'qishlar. Nimaga aynanman? Sizni o'qishingizga kelmasdan oldin 1 yil kuzatganman sizni. Keyin oxir qaror qabul qilganman, kelib o'qiganman shu o'qishda. Nima turtki bo'lgan qaror qabul qilishingizga? Siz bilan shu YouTube'da yozishganman, shuncha qarzim bor, qarzimdan chiqishim uchun nima qilishim kerak desam, meni oldimga kelishingiz kerak degansiz, o'sha sabab bo'lgan, o'sha turtki bo'lgan menga. Zo'r. Nima tavsiya berasiz oxirgisi? Kelish kerak, o'qish kerak, dangasalik qilish kerak emas. Hammasi real. Boshlanishi 12,5, atak 30, 50, 100 ko'rasizlar. Bo'ladi, bemalol. Dalshi chiqib ketaveradilar, o'qishni davom ettiryaptilar. Men bir 10 kunning ichida chiqqanman bu daromadga. 10 kunda qaratib 12,5 million sof foyda. Afsuslanmaysizmi KAMAZni sotib kelganingizga? Afsuslanmayman. O'ylayotganim ham yo'q. Bu yo'l tanlaganimni. Ukangiz ham keldi, o'qishga. Ukam ham keldi, ukam ham to'lov qildi, bu potokda ukam ham o'qiydi. Zo'r, Binsuriyning 8 da bo'lasiz. Bo'laman, o'zim murabbiy bo'laman, xudo xohlasa. Ko'rishguncha xayr. O'zi oldin KAMAZchi bo'lib ishlagan va KAMAZini sotib bizani o'qishga kelgan Javohir bilan tanishinglar. O'zini noldan biznesini boshlab, qancha pul ishladingiz? 20 million 980 ming daromad qildim. 12 million 590 ming sof foyda qildim. Mana bu hisobot ko'rsating bitta hisobotni. Bu hisobot biroz biz tekshiramizda. Xo'p, nima sotdingiz? Erkak ayollar kiyimlarini sotdim. Onlayn. Noldan Instagramda. Nimani evaziga shu natijaga chiqdingiz? Kursdami yo nima yordam berdi kursda? Shu o'qishga kelib turib olgan bilimlarimni hammasi yordam berdi. Shu natijaga chiqishimga. Bitta eng nima ishlagan zo'r instrument. Yordam bergan bitta. Ha, boshida 120 ta SMS kelgan, bitta odamga ham sota olmaganman. Sababi sotuv strategiyasini bilmaganman, bilimim bo'lmagan u narsaga. Sotuvni o'rgandingiz. Sotuv o'rgandim. Zo'r. Nimaga menga ishondingiz? Bozorda ko'p-ku boshqa o'qishlar. Nimaga aynanman? Sizni o'qishingizga kelmasdan oldin 1 yil kuzatganman sizni. Keyin oxir qaror qabul qilganman, kelib o'qiganman shu o'qishda. Nima turtki bo'lgan qaror